yangiz gaplashgan ishdingizmi? Onamga bir telefon qilay, bir og'iz chiqaman sizga. To'g'ri? Bir og'iz. Mayli. Assalomu alaykum. Hojonam. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Shunmisizlar? Tinchmisizlar? Yaxshimisiz onajonim, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Nima qiladim? Namoz o'qidim. Xudodan so'radim chiqay. Nima gunohim uchun qamab qo'yishdi dedim. Turmada edim, o'zi ham bunaqa katta turmaga kirgizib qo'yishgan ekan. Nimaga? Sabab? Buni qarang. Nima bo'ldi? Yarashdi. Hech narsam yo'q. Jonim sog'mi bo'ldi? Jonim sog', Xudoga shukr. Rahmat. Yaxshimisizlar? Uydagilar, dadamlar zo'rmi? Qiynalmadingmi deyman. Yig'lamang, nima yig'layapsiz? Yig'lamang, ona, yig'lamang. Xursand bo'ldim men. Uyda turdim. Siqilmang. Xudo yaxshi ko'rgan bandasi yomonlik qilolmaydi, ona. Xudoga yoqqan joyimiz bor ekan. Sabab nima? Qidiruvdan chiqdingmi? Shuning uchunmi? Hech qanday problema yo'q. Problema bo'lganda men davno O'zbekistonga ketadim. Problema bo'lganda davno menga yomonlik bo'ladi. Hech qanday muammo yo'q. Prosta tak aeroportga borganim aybim ekan, tushirganim, narsa bo'lgan, boshqa. Yechildi, xullas bo'ldi. Hech qanday meni muammom yo'q. Hamma narsamni berdi, mana qaytarib, mana hamma narsamni berdi. Mana. O'zing qanday bilmasang, qanday muomala qilding, qanday chiqding? Hech qanday muomala qilganim yo'q, hech narsa. Excuse me, please, kechiring bizani dedi, shuni chiqarib oldi. Tamom. Mana hamma narsa. Bartinkek. O'zbekistonga kelasanmi endi? Ha? O'zbekistonga kelasanmi endi? O'zbekistonga nima qilaman? Borib, men O'zbekistonda yana muammo bo'lsin. Meni qolaymi ichkari? Yo'q-ki. Yo'q, bo'ldi, bormayman chiqdi. Mana. Bizdan boyagi Assalomu alaykum, qandaysiz? Ona qizim. Pul tashlamasanglar, mana savotimni sotib beraman, aytib qo'ying. Ha? Hech pulni kam so'rasang. $25,000. Bugun chiqurga kinamdagida aytyapti. Mana sotaman. Tirikchilik qilish kerak ya. Ovqat yemasam, ona ishonmaysiz. Voy bismillah. Uni yeb bo'lmaydi ovqatda, vahshiy yeb olmadi. Vahshiy yeb bo'lmaydi. Hech narsani tushunmadim, til bilmayman-ku. Ichkarida o'tirdim, chiqdim, tamom, boshqa. Ne знаю. Telefoning beringlar, men aloqaga chiqay, kimlar bilandirman deyman. Kimga chiqaman? Telefonimni olib qo'ydi, narsalarimni olib qo'ydi, batinkamni deplarigacha olib qo'ydi, ustimda hamma kiyimni narsalarigacha olib qo'ydi. Oyoq kiyimdan mana telefon, soat, pul, hamma narsamni olib qo'ydi. Hech narsa nos berman, nos. Divorni qirrasini og'agini o'pirib chakdim 3 kun tur. Yig'lamang, ey. Ha? Kubadami? Ha. Bugun bilmayman, kimnikidadir yotaman, endi ilojim yo'q. Cho'milmasam sasib ketdim. Shunday sasib ketdim. Bir kecha uxlashga joy topib. Bo'ldi. Yo'q, nima qiladi? Bo'ldi, damini olaversin uyda. Bo'ldi, meni problemam yo'q. Plastik pul nima qilamiz? Nima qilamiz? Bera tashlab. Karta tashladim, shu kartaga pul tashlaylar. Qanday qilasan? Ishlama, nima deydi? Ishlatishga plastik kerak-ku. Yechib beradi, mana oldimda akada karta bor. Bo'ldi, siqilmang, xullas hamma narsa zo'r, chotki. Nasrina zo'r qil, dadamga sadan, dadam qani? Dadam hozir qopchilar, asabiy borchi dadalari. Nasrina zo'r qil. Mabodo efirga chiqsang yoki video qo'ysang ham ichkariga kirib degan gapni aytma. Jimgina xuddi o'zim ichkariga kirib ketganda, qamalib ketganda tutdim, kuzatdim, do'stim kim, dushmanim kimdi.
Aytmayman. Ochko ishlaringlar. Ha. Yo'q, biroz ochko ishlaringlar hadi. Tema qilyapti. Hozirdan dik tema qildi. Aziz qo'shib olib tema qildi. Aziz nima deb tema qildi? Aziz bilan hoji bilan zikda gospital shunday chiqib olib, Azam meni ham urib edim kam emas, Sardordan ziyod bo'lsam ziyod emas, kam emas deb, sen Sardordan ham o'tib ketasan, xudo xohlasa. Buni qilasan, uni qilasan deb shunday yaroqli qilib, uchovi bir bo'lib, sen g'iybat qilib, tema qilib. O'g'ay. Mana xudo jazosini berdi, palon, piston. Bunday. Men просто kuzatdim, jimgina provokatni anonni ukamni jo'natgan aeroportga chiqdim dedi. Yotib olib 2 kun kuzatdim dedi. 2 kunga shuncha meni tema qildinglar. Dam oldim sizlar. Dam oldim dedi. Yo umraga borib keldim dedi. Hali gaplashamiz hammasi bilan. Boshimiz omon bo'lsa. Gaplashma. Sen kirganingni hech kim bilmaydi. Tushundingmi? Bo'ldi, hech qanday problema. Hech qanday problema. Hech qanday problema yo'q. Mana sog'man, Xudoga shukr chiqdim. Mana ovqatlanyapman. Mana tog'a bir salom ayting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi bir kecha joyda Bir laqab bor. Kelamiz. Xotirjam Mayli, onajonim, jannatim. Siqilmang. Dunyosini sotib olib beraman ayarizdagi. Dunyosini. Joni sog' bo'lsin. Endi joyi tushdi endi. Xayr aka, kirganiga gapirma. Mayli, bo'pti. Salomat bo'ling.